mana tikkanmiz. Mana bu oshiqchasi. Oshiqchasini shu joydan olib, zakrepga berib, yoqqa tikdik. Endi mana shu joyimizga biz bunaqa beramiz, nasechka beramiz. Mana chokaga 1 mm yetkazamiz. Endi ochamiz. Ochib, asosimiz. Mana bunda qo'ysangiz, mana asosingiz, to'g'rimi? Mana qolipingiz. Bu yoqdagisi bizda atirgul chiqadi. Mana. Mana atirgul. Buni endi buni ikkita yengni xuddi shunaqa qilib tikib olamizda, bir xilda teramiz. Mana atirgulini. Bundoq qilib forma держать buni bir xilda terib chiqamiz.